yaxshi kommentariyalar yozilishiga sababchi bo'lganimdan xursandman. Avvalo bunga Allohga rahmat aytaman. Bu menga juda har bittanglarni mehringlar menga motivatsiya beradi shuning. Endi bugun sal boshqacharoq usulda yana videolarimizni davom ettiramiz. Manfaatli videolar bo'lishini xohlayman. Sizlarni miyanglarni massaj qiladigan, sizlarni yuraginglarni huzuri bo'ladigan videolar olish judayam menga bilan bugun rejamda o'zi planimda qanaqa video olish. Bugun sizning Asmir studiyamizda shaxsiy psixologingiz bo'lmoqchiman. Siz bilan onlayn tarzda psixologingiz bo'lib, muammolarga ozgina bo'lsa ham yechim topamiz. Kelib ozgina bo'lsa ham ko'nglingizni bo'shatib, ichingizda to'lib qolgan kichkina zararli yulduzchalarni bo'shatsangiz, men ozgina bo'lsa ham yordamim tekkan bo'lardi. O'tiring, Asmir studiyamizga keling. Behijolat siz haqingizdagi ma'lumotlar bitta qadrdonim anonim saqlanadi. Hech kimga aytish yo'q, hamma narsa sir saqlanadi. Keling, endi xotirjam kursiga o'tirib oling. Studiyamiz sizni kutib oladi hamda ushbu kursi sizniki. Men asbatda sizni boshingizni sal xotirjam bo'lishingiz uchun hamda hovliqmasligingiz uchun boshingizni ozgina xotirjam massaj qilib qo'yaman. Xotirjam bo'ldingiz, o'zingizga keldingiz. Endi har doimgidek videolarimizda amalga oshiradigan terapiya chuqur 3 marta nafas olish terapiyamiz. Endi boshingiz muskullaringiz sal bo'shashib o'ziga keldi. Endi 3 marta chiqaramiz. Uchinchisi chuqurroq. Ana, qadrdonim, qadrligim, endi gapirishni boshlasangiz bo'ladi. Men sizni eshitaman. Gapiring. Ko'zimga qarab, bemalol gapiravering. Men sizga sizni xotirjamlik bilan eshitaman. Siz esa faqatgina gapiring, qadrdonim. Men sizni sekin xotirjamlik bilan eshitaman. Hech narsadan xavotir olmang, qo'rqmang. O'zingizni sokin tuting. Sokin tuting. Men sizni xotirjam eshitaman. Eshitaman. Bemalol aytib olishingiz mumkin. Eshitaman.
chiqarishingizni so'rab qolardim. Maza bo'ldim, xotirjam bo'ldingiz. Endi siz mana ishdasiz. Qarang, xizmatga shunaqa gapirib berdingizki, qadrdonim, shunaqa gapirdingizki, xuddiki ushbu zararli yulduzchalar, qorong'ulikdagi yulduzchalar cheksiz sizni bir jarlikda ushlab turgandek gapirdingiz. Bilaman, inson og'riqli daqiqalarda, o'ta judayam og'riqli daqiqalarda xuddiki jarda o'zini tasavvur qiladi, faqatgina xuddiki u jarda. Boshqa insonlar emas, boshqa insonlar ideal, ammo lekin u esa jarda. Nimaga faqat u jarda deb tasavvur qiladi. Siz ham hozir shunaqa hozir gaplaringizdan sizni eshitganimda shunaqa o'zingizni holatda tutyapsiz. Bu tabiiy holat. Organizmimizni stressga bo'g'adigan ответi, ya'ni organizmimizni ushbu stressga bo'g'adigan javobi. Bilasizmi, zo'r gap aytaman, ko'p gapirishni xohlamasdim. Qarang, mana ushbu yulduzcha deb ta'rifladingiz, o'zingiz молодец. Ushbu qorong'ulikdagi yulduzchalaringiz cheksizga o'xshab ko'rinmoqda, lekin eng qizig'i tong yotadi bizda, to'g'rimi? Tong yotganda ushbu cheksiz yulduzchalarimiz yo'q bo'ladi. Bu degani har birimizga sinovimiz, ushbu sinovchalar, ushbu og'riqlar mana shu yelkamiz ko'tarolgancha beradi. Shuning uchun ertalab turganingizda, hozir siz uxlamoqdasiz, ertalab turganingizda siz xotirjamlik bilan uyg'onasiz, bilasizmi? Chunki ushbu zararli mavjudotlar sizni tark etgan bo'ladi va tong yotgan bo'ladi. Bu nima deganim? Albatta qorong'u jarliklarimizdan so'ng tong keladi. Bizga motivatsiya beradigan energiya, ya'ni motivatsiya beradigan tongimiz keladi. Bizni olib chiqib ketadi albatta ushbu jarlikdan. Bir kunimiz o'tadi, 2 kunimiz o'tadi va sekin-sekinlik bilan o'tib biz albatta onglanamiz. Bilasizmi, Alloh terimizni ham, hattoki terimiz shunaqa yaralgan, bilasizmi? Mana shu qo'limizda urib olamiz yoki kesib olamiz. Oddiy misol kesib olamiz pichoqda. Pichoqda kesib olganimizda ushbu yarachamiz og'riydi, to'g'rimi? Ozgina vaqt azob berishi mumkin, lekin biz sekin ko'nikamiz ushbu yaraga. Ko'nikamiz. Ertasi kuni sal unutishni boshlaymiz, lekin sal eslatib turadi ushbu yara borligini. Bir kundan keyin, 2 kundan keyin sal unutamiz. Ora-orada kamayadi va qarabsizki, bir hafta o'tib ushbu yara borligini biz unutamiz, chunki og'rig'i to'xtagan bo'ladi. Ya'ni terimiz ham shunaqa o'zini tiklash xususiyatiga ega. Ushbu terimiz terimiz shu darajada mo'jiza bilan yaratilgan. Biz ongli, bu bizani chiroyli, shirin, asal miyamiz bizani bu situatsiyadan albatta olib chiqib ketadi. Bu jarliklardan albatta olib chiqib ketadi, qadrdonim. Shuning uchun o'zimizni albatta faqat o'zimizga ishongan holatda, o'zimizni bu asal, bu chiroyli yuragimiz hamda chiroyli miyamizga ishongan holatda o'zimizni qo'lga
og'ir daqiqalaringni ham sen jeb o'tasan. Sen bu tanangga, bu hujayralaringga, bu shirin